Zafar og'a, men bu mikrofonlar qolib ketmasin. Motor avtosalonlariga Mana. Esimdan chiqadi-de, xayolim oilamda bo'lgandan keyin bir kun ham dam olish yo'q. Pul topaman deb shu ahvolda umrim o'tdi. Bugun nima mavzu olamiz? Bilmadim. Men ham bilmayapman. Ertayu kech ishlayapman. Xuddi 24 soat tinimsiz mehnat qilayotgan deyman. To'g'ri aytasan. Lekin vazifamiz shuday. Shunaqa oilam bag'rida o'tirgim kelyapti. Onamni sog'indim. Gapirma. Hamma erkak menimcha oilasini bag'rida o'tirgisi keladi. Oilasiga vaqt ajratgisi keladi. Lekin nima qilaylik? Harakat qilishimiz kerak. Dam olishga xohishimiz bor-ku, lekin haqqimiz yo'q o'rtoq. Chunki erkakmiz.